Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammaga xayrli kech. Alhamdulillah olib qo'ygan Spark mashinamiz tayyor bo'ldi. Kriloyimiz almashadigan darajaga kelib qolgan edi. Zazorlari qochgan. Eshik bilan arasi ham yopilib ketgan holatda edi. Zazorlari, yatinalari juda ham chiroyli holatda chiqdi. Ba'da ishlarimiz avjida. Cobalt mashina krugovoyga olib qo'yganmiz. Arqa bagajini qilishgan ekan. Juda ham biddillab ketgan. Arqa krilosi ishlangan. Bizni kuzatishda davom etinglar.